Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Biz mana shu Qizilqishloq ayil okrugining 7 ta qishlog'i bo'lsa, shu yangi turmush ayilidan men Mahmudjon Abjabborov shu oqsoqollarning nomidan Ismoil ota Qayrimdo'li fondiga ko'p rozichiligini bildirib, eldi nomidan rahmat aytaman. Bizga mana masjidimizda turibmiz. Avvalida mana shunday bir oddiy bir pole bo'lgan. Mana shu nimada mana endi mana ko'rinib turibdi. Yoz kunlarida juda isib ketib, kunlar ona ichkarida qiylanib, oqsoqollar, namozxonlar qiylanayotgan mahalda kelib bizga shunaqa bir yordam berdi. Mana 300-400 odamni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bemalol ochiq havoda, yozda, shabadada maza qilib o'qiyapmiz namozlarni. Bu kishini haqlariga ko'p duolar bo'lyapti inshaalloh. Masharimizda kichkina bog'imiz bo'lgan edi. Manaqa anorzorlar, xurmozorlarimiz bo'lgan edi. Bularni olib bo'shatib berdik. Mana shu yerda mana pindamitidan tortib to oxiridan noldan boshlab mana shu kungacha mana shu chiroyli qilib navesda hamma yo'g'ini o'zini nimasidan fondidan qilishib berdi. Ko'p rahmat aytamiz eldi nomidan. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Juda chiroyli shu shabadada bo'lib, ochiq havoda namozxonlar yayrab o'qiydigan joy bo'ldi. Bunga eldi nomidan va o'zimning nomimdan ko'p rahmatlar aytamiz. Rahmat el uchun o'zini bir hissasini qo'shib, nafaqat bizning qishlog'imizga, boshqa ayillarda ham shunday bir patstansalarni almashtirib beryapti. Kichkina futbol plashatkalar qurib berilyapti. Bu kishini biz o'zi aslida ko'rsak tanimaymiz. Mana shu saxovatidan, shu mana shu elga yordam berishidan shularning nomini yaxshi tilga olib, yaxshi taniymiz shu orqali xolos. Kim kelsa tashqaridan kelganlar ham rahmat aytib, chiroyli bo'pti deb duo qilishib, namozlarda duo qilinyapti. Rahmat o'zi ko'zga ko'rinib turibdi, hamma yo'q. Bu yerda hech bir nimasi yo'q. Haqiqat hammasi. Biz masjidda turib bir kichkina yolg'on so'ylasa yaxshi to'g'ri kelmaydi. Hammasiga rahmat. Alloh ham ko'rib turibdi bu ishlarni. Hech kim, hech qaysi deputatlar bizga va'da berib bunaqa narsa qilib bergan emas ulardaqa.